Bo'ldi. Dada. Sen bu oyun satıman değil mi? Hadi. Kaysar. Hatırcan bulunla. Ben ölsem mi sana yarım sanmayayım? Bu esnagi bunu müşbet kayıp kalıdı. Ben neye tursam berber. Ben ulan o iki tursam da mı cidden bes kılacağım o? Şundak mı dada? Boldu. Ben bu toyunu kıldım. Bana gitmedi kara. Hey, sen bizim batma vatamsın. Qadrli mehmonlarimiz, bugungi madaniyatimizning asli minatdor bo'lgan muborak kelinchakning yuzini echish murosasini o'tkazib olsak, shuning uchun sharafdagi barliq cho'nglar, o'qitgan sohibxon, o'qitganlarni sahna oldida taklif etamiz. Qani mehmonlarimiz, marhamat.
Kol şuna çıra. Kol uçup yatmasın cuma balam. Bana ucunu boş tutayım ha. He. Oy tuzrak bulun ha. Oy çıktı. Tapkan çırağını koyamdı. He. Hiç tapkan çırağını koyamdı. Az kültüründen kızının arası. Sen nasıl bir sanatçı? Salatı zaman eli fırdım fırdım. Salatı gibi yüzden sal. Yaxshimisiz direktor? Ha? Kim o? Kim o? Ma'qul. Mana graqdan. Amma ben sirtishqadan bo'lib qoldim juma. Bugünler kalsa, hazır sırt çıkarsa, normal ama yok. Mikro otursa, ben sabırlanıp konu unutmaya aslanım. Ne yapıyor kalas çıkma da aslında. Yaxshimisiz direktor? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kechiring direktor, uyda mehmon batishon kechikib qoldim. Yaqi. Bugünkidek kunda sizga xizmat o'rinlashtirganimga men kechirim so'rasam bo'ladi. Yo'q, hech qisi yo'q. Bugun dam olish kuni bo'lganki, nechaglam o'rinlashtirdim-ku. Yaxshi bo'pti. Lekin biror muhim ish bormi? Telefon ol. Aminada, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yo'q. Men shirkatda emasman, pastki qahvaxonada. Ha. Muhim ish? Ha, bo'ldi. Bo'ldi, men ishni saqlab turay. Ma'qul adam. Ma'qul. Aminadamniki. Ne muhim ish bu? Bilmadim, shu muhim ish bo'pti. Men boray deydi. Oy, şıklı paketler bu yerde. Ay, kolay yaxşımsızlar. Oy, kızlar. Uzak ottu keresimiyle yaxşı tutdunuzlar. Kolay yaxşımsız. Bayam telefonda bir muhim ish bor deganingizda nima ishdi? Muhim iş mi? Emas. Şıklarning xizmatingni daxli etmaydigan bu. Ay, yo'q. Şu azroq bir maslahat bordi. Maslahat? Maslahatingiz o'zi davrangda bizning qo'lda muhim bir ishimizmi yo'q shunaqmi sizlar? Ha? Yo'q. Kelingada o'tiring. Ha, bo'ldi. Voy, xizmatga hozir kelgandi. Voy, bir tanishtirmoqdim, qarang. Bu yoq mana kelishgan yigit Polat oldu. Ha, bu yoq Hoshim mulkchiligining ayol xo'jayini Saniya bo'ladi. Kim? Polat aka, yaxshimi? Qanday ahvolingiz? Ko'rishimga lozim bo'pti. Qanday ahvolingiz? Sizlarga Asiya bilansiz? Dal shu. Chiqala tanışamsizlar? Ha, men yangi oliy maktabga kelgan vaqtimda akam aspirat sinov qo'yibdi. Ikkimiz yana bir yil birga o'qidik-ku deyman, ha? Shundoq bir ishlarmi bo'lgan. O'zgarib tegim salobat ko'p ketibsizmi, aka? Direktor, men ruxsat qilgan bo'lsangiz, men mangashtiray. Yig'inning ratlaydigan materiallari bordi. Yig'inni? Ha, yig'inning. Yig'in. Bo'ldi, siz qaytib turing. Hadi ko'rishaylik. Ma'qul. Mangashtirayam siz. Bo'ladi. Ha, bo'ldi. O'tiring. Siz ishga kirib olasiz. Voy, Polat o'tiradi. Men yer o'tirman. Ayircampning qutisi o'zgardi. Yenisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayircamp. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətib erkin çıxırdı. Vay neminang? Kırnan Qalğaç markalı sopun paraşütü. Men Dilkan Xalqaro So'lchek şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi?
O zadi nemidir? O zadi nemi tayyorlagandir? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Aka, vallahi to'q kavp yeymiz deydi. Sen nima yeysen? Aka? Aka? Oy, sen bir neymiş kılatsın? Hiç qilmadim. Xuddi bir narsa kamdakla. Shuni bilmem. Balla to'q kavp yeymiz deydi. Sening nima yeginlar men shuni aytib beray. Sen mi yerib ketding? Tamoq itma deb mujumigin. Appa narsalarni yeyotaylik. Ma'qul. Aka, ko'nglingni yerim qilmag'ina hamma ishlar o'tib ketadi. Shura aka chikitaylik. Sening bu holatingni ko'rsam, mening ko'nglim bak yerim bo'lib ketadi ekan aka. Sen chiqqachda, hozir chiqay. Shundaqmi? Mehmonlarga tamoqdan Yo'q, sizlar yeviringlar. Biz yandagi do'konda bir ko'ylak ko'rib qo'ygandik. Shuni akirib olaylik. Shuni ya. Olaylik. Sizlar o'tiringlar, jima. Bo'ldi opa, ma'qul bo'ldi. Shuni asali. Qarang, ha ikkisi nima bilan qamlashgan? Shu men qarsam bular pek chiqishib qoldigandek turdi. Haqiqatda men bir tamoqqa o'rinlashtiray. Voy shundoq qiling ha. Shunday qilaylik. Shu odam nima qiladi u meni chaqirib? Qasddan o'ylashtiradi. Bismillah. Nishqatsa, nima bo'ldi? Chiroying boshqa chiqayapti u. Uf. Ha? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Xizmatda iste'fo beraymi-ki? Ha? Xizmatda? Nima bo'ldi? Shirkatda bir ish chiqdimi? Direktoringlar bir narsa deyishib qoldimi ya? Qara. O'ju onasining keyini yurib yuradigan 5 yoshli kichik bola bo'lmasa ya. Atdiganda kashovish to'xtamay telefon qildi. Qadir. Atdigandek tamoqqa to'q pachiq yeymi, pisamu. Qadir, men tanaga chiqdim. Qadir, men
ish qilmadim. Katib, men kechki kebab yedim. Katib, hozirgi faslda qora rangli kiyim kiyaymi, ko'k rangli kiyim kiyaymi degandek. Aksir. Shazam bugungi shaxsiy uchrashuvga men chaqirdim. Navbatlashibsizlarda. Ha? Nima? Navbatlashibsizlarda. Tuzuk gap qila. Mendan ketib qoldingmi sen? Sening gapingcha u navbatlashayotganlarning ishi emasmi? Sen nimaga gap bosib tarafga boramsan? Hey, ishqinglarning bunda qilib yurgunnicha kimni anglasa, sizlarga oshiq-mashiq taqaldi. Chiqay. Nay chiqma. Chiqar, chiqar. Voy, men bu nima gap qildim? Voy, men bu navbatlashgan 30 yosh kirib qoldim. Meni qara ishim bilan chiqar. Hay. Sizlar bir gap qilaysanlar, to'xtamay. Voy, men ko'yim qisib oldi. Şakansızlar. Muhabbetten su uçuruyorlar adamsız. Nima? Muhabbetleşatamsız. Qarablı bildim. Qandalı qarşı muhabbetten su uçuruyorlar atqandek görünsiz. Kechirim. Tushdan keyin yig'inim bordi. Keyin ko'rishamiz. Dada. Savurlashtirgan ishmi bu? Hey, nimchatig'i mening shaxsiy ishlarim bilan men adamlar. Voy, odamga qizdan tunishtirib ketilgan tiqmatliq uvalig'i qolmadim. Deb qo'y buningdek ishlarimga aralashquchi bo'lmasin. Ma'qul, xo'sh. Bu ishni aniq ayirish kerak. Shuni kim degan direktor tursa. Hamma ishni aniq ayirish kerak. Chunki bu boshqa odam emas. Voy, u undoq emas deb turib. Opa, bu qitim hammani aniqlab bo'ldim. Xislat bilan Po'lat muhabbatlashib yutibdi. Cho'qim xatolashmadim. Voy jon. Voy sen babu, nurg'un qatim xatolashmading deb xatolashgan odamsan. Voy sening u cho'qimlaringga kim ishonadi? Bu qitim men rostli ishon. Men xatolashmadim. Men sana desem babu, bu xislat degandan bir odam bilan aralashmaydi. Voy u bir odamni uni bir vaqt tomoq taklif qilib qo'yg'iniga yoki bir qatim akab qo'yg'iniga erib ketadigan xislat emas o'chimi? Bo'libmi, hali Po'lat degan direktor bilan aralashmaydi.
Lekin apa. Vay bu aldık kadar lekin pikirlerini koyduğuna eşelmeyin. Tağa, kırdın mı? Kırdın mı? Otur. Ha. Çaya kıray tağa. Valla kot kılıp munduşup attamsızlar ya gaybat kılışıp attamsızlar. Uy, oy kila aka kila. Oy. Aka. Ma Parizatçı xislatni Polat direktori bilan alışvatqa o'xshaydi deydi. Kim bilan? Polat bilan? Ha. Unda emas-da. Xislatmichi? Unda emas, debdi bo'lmoqda. Hey. Ishqinglar egiz bas xiyol qilmanglar. Lekin tağa. Sen kunda xislatning telefon kütürüp de жүргүнү көрүмдүңмү? Polat direktorchu hozir hammishni jipidan jing'isigacha xislatga doklad qiladigan bo'lib ketdi. Tushda nima yeyma, kechda nima yeyma, qanday rangli kiyim kiyma degandek. Acaba bu aralashqanlik emasmi? To'g'ri-a? Eylab kuni oshxonada bor-ku. Xislat uningga bu oshxonaning pullari o'xshaydi. Buningdan keyin qora kiyim kiying deb ketyapti. Rostchisi olishyapti-ya. Polat bilan. Hey, mumkin emas. Voy tağa, hozir bog'u xislat o'ttas qopsa, Polatning gapini qildi. Shunami? Hey, rost. Hayotning o'zi bir san'at. Hayat kutgan bergaymu ko'zing to'lg'an bilan yoshqa ko'zing to'lg'an bilan yoshqa yelib kelgaymi ketganlar ishing urg'an bilan toshqa ishing urg'an bilan Sağım şunda kuyunu diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmaqda ha. Yaqay aka. Hozircha qilib o'tirmizmi? Tomoq qilmagan. Ben ölüp kessem sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voy can bu ne dada? Öyle bir anlaşmayı ne bulmuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda kışımı sıksa. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş bir elden? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılgan basa, akamның to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan balang qo'y. Burada. Ayya. Oğlanım yığılamdı. Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Ko'kamlar o'ldiras bizga keraksa? Dadanın aldı bir xalq pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Baba gözünüzü açma. Abba! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damamı yetkeymu suyup zilin yaşaşma. Suyup zilin
yaşaşma inaklık gevheri kaldı kız bağımı asraşma inaklık gevheri kaldı şit kız bağımı asraşma yandaşlar mı asraşma Minnettar bol körgen her bir günündün rencişler dilimdin tapalmasın cay cilger gülnüm tikini birge güzel bu yüzüde dal bulsun o ay cilger gülnüm tikini birge güzel dur yüzüne dal bulsun o ay kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut kalbimde memnunluk bulsun barşıge hiç kimge itibar kılmadan hayat kısmetler hemmige okşaşla qiyin hiç kimge itibar kılmagan hayat qanaat baxtdur baxit qanaat esingdin ketmisin shu oddiy savol kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut kalbimde memnunluk bulsun barşıge hiç kimge itibar kılmadan hayat kısmetler hemmige okşaşla qiyin hiç kimge itibar kılmagan hayat qanaat baxtdur baxit qanaat esingdin ketmisin shu oddiy savol esingdin ketmisin shu oddiy savol